Keling aka. Hormanglar. Go'sht kerak edi. 5 ta qo'shnim bor edi, kam ta'minlangan. O'shalarga ehson qilmoqchi edim bayram oldi. Alohida qilib 1 kilodan tortib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, ro'zg'or olib qilib beraymi? Albatta. Ha. Aka, chiroyli qilib hisob beraman. Baraka toping. Sizdagi saxiy insonlar ko'paysin. Go'sht olmayotganlar go'sht yirkanda. Hozir aka, 1 minut. Assalomu alaykum. Keling aka. Aka, mana siz qo'y go'shti bo'lsa 1 kilo topib bering. Xo'p bo'ladi. Aka, go'shtni qo'shib yog' ham olsangiz bo'ladi. Ha. Xursand bo'lishadi. To'g'ri aytasan ukam. Ehsonga yog' ham qo'shib olgan yaxshi, ro'zg'origa bari ishlatishadi. Xo'p, olaman. Xo'p. Qaranglar, yarim kilo go'sht so'rayaptilar. Aka, keldingizmi mana? Go'shingiz tayyor. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin aka, kelib turing. Ehsonga sherik bo'ldingiz siz ham. Yaxshi. Bilmagani yaxshi bo'ldi. Har bitta klientdan 300 grammdan go'sht undirsam, bugun jek bo'lar ekanda. Boy klient kirib kelyaptilar. Tarozdan urib qo'yganini bilib qolgan bo'lsa-ya. Keling aka. Voy, telefonga chalg'ib 5 kilo go'sht pulini bermasdan ketdimman. Hozir yoningizga do'konga kirib, yog' olsam, qarasam puli turibdi. Mana bu o'shani puli. Salomat bo'ling, yaxshiliklar. Boya 300 gramm go'sht undirib qolaman deb 5 kilo go'shtga tushib qo'yishimga sal qopdi-ku. Birovni haqqidan qo'rqmagan odam ertaga o'z haqqini talab qilmas ekan. Birovni haqqi birovga bermas ekan.